xolamni qizlari bor. O'g'li shunaqa ishlar qiladi. Haligi katta unlarni to'kib, shakarlarga aralashtirib, kallalaridan sochib, chokotelalarni olib, mazza qilib shuni videoga oladi. Chunki bu bo'ldi, opa, bu bo'ldi deydi. Bizga bo'lishadi. Qancha gap eshitadi katta avloddan, befarosat, qarasangiz. Lekin o'sha vaqtda bola o'rgandida, ushlab ko'rdi, his qildi. To'g'ri, qilmasa yaxshiroq, qilma deb tushuntiriladi. Lekin qilib bo'lgandan keyin bolani urganimiz bilan, o'sha vaqt jazolaganimiz bilan u tushunib qolmaydi-da. Urish bilan bolani xatosini tushuntirib bo'lmaydi deb hisoblayman. Chunki bola faqat qo'rquv his qiladi. To'g'rimi? Nima xato qilganini anglab yetmaydi. Lekin o'sha vaqt qo'lini ushlab, ko'ziga qarab, bolam boshqa bunaqa qilma, qara charchadimmi? Tushuntirsangiz bir tushunmaydi, ikki tushunmaydi, baribir tushunadi. Birgalikda yig'ishtirishga yordam so'rang, o'zi qilsin, keyin qilmay qo'yadi deyman-da. To'g'ri.